Metal Master Jasur jamoasidan navbatdagi loyiqish apparatlarimizni qisqacha video obzor qilib o'tamiz. Bu loyiqish apparatlarimiz har doimgidek mexanizmga hech qanaqa elektrisiz va gaz, tok degan narsalar kerak emas. Ishlatish ham qulay, yengil. Hozir bu yerda qo'shni Tojikiston davlatida ham buyurtma asosida 3 ta taxla berildi. Xo'jandga, Hatlon vodiysiga, Rashid vodiysiga 3 tasi ketadi. Qolgan 4 tasi Surxondaryo, Navoiy, Samarqand, Pastdarg'om o'zimizning Qashqadaryo Yakkabog' tumaniga. G'oliblarimiz sinovlarimiz mana shunaqa qalin original nержавейкаlar bilan qoplangan. Mana best nержавейкасы. Nержавейкаga 1 umr garantiya bor, zanglamasligiga. Mana shunaqa glansli tozasidan qo'yiladi. Balonlarni ham mana shunaqa kattasidan qo'yilyapti hozirgi kunda. Mana bu 9 talik. Bir vaqtni o'zida 9 ta g'ish chiqaradi. Qolganlari mana bu 6 talik, 30 ga 40. Mana bunisi 20 ga 40, padyom 15, 30 ga 40. Mana bunisi 35 ga 40. Yengil har taraflama qulay ishlatishga. Oddiy yosh bolalar ham bemalol boshqara oladi buni. Har taraflama qulay, yengil ishlatish. Udobni. Chiqarib tushirish ham oson mana. Yengilgina ishlaydi. 2 kishi bemalol mana shunaqa 6 taliklariga kuniga 3000 tagacha g'ish qo'ysa bo'ladi. Hozirgi kunda diplomatlik mana shunaqa razmerdagi g'ish 30 ga 40 g'ish apparatlardan chiqqan g'ishlar 2700 so'm, 2800 so'mdan sotilyapti. Shuni 500 so'm rasxodga desak ham 2200 so'm sof foyda qoladi. Agar o'zarsiz qo'ysangizlar 2200 chesta sof foyda, 3000 ko'paytirsa 6 million 600 ming so'm kuniga. Agar odam ishlatsangiz, o'shan teng yarimi mehnat haqqisiga beriladi. Mijozlar menakidek nima bo'ladi? Teng yarimi 1100 so'mi g'ish qo'yib bergan uslugasini oladi. G'ish qo'yuvchilar. Agar o'zlaringiz qo'ysangizlar, chesta 2200 so'mdan qoladi o'sha. Bu 500 so'mni ajrattirsak, 500 so'mni turpoqqa ajratiladi, 2200 so'mdan qoladi. 2700 dan sotilgan taqdirda normalni yaxshi daromad hozirgi kunda eng topovoy kam xarj, bitta 300-400 dollar puli bor odamlar bemalol boshlasa bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Mana pena blok, shlaka blok apparatlar baribir mikser, 3 faza tok, stanok, tuda o'zi 60-70 million rasxod bo'ladi unga, stanok оборудованиялariga. Bunga uncha shart emas. Bir 3-4 joyda tekslarni olinadi-da, turpoqni ustiga ham qo'yilaveradi. Hech qanaqa bunga stechga qo'yish shart emas. Stanok bir 2-3 kamaz turpoq bilan o'zi pribelga chiqib ketsa bo'ladi. Hech qanaqa bunga leshni boynakida xarajat shart bo'lmaydi. Tez okupaymiz bo'ladi bunga stanoklar, loyiqish apparat, imенно loyiqish apparatlar ishlab chiqarganda. Kimda mana shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, или boshqacha razmerda, или nima bo'ladi? Mana bu 40 ga 20 padyom 15 liklarni 20 tagacha ishlab chiqarsa bo'ladi. Mana bu 30 ga 40 liklarni 12 tagacha. Yana paltarashga 12 ga 25 lik ularni 10 tadan 100 tagacha ishlab chiqarsa bo'ladi. Bir vaqtning o'zida 100 ta g'ish chiqarish qobiliyatiga ega apparatlar qilib beramiz. 10 talik, 20 talik, 30 talik, 40 talik, 50 talik, shu hokazo 100 talikgacha bo'ladi. Qancha g'ishni razmeri kattaroq o'ssa, uni количествоsi kamayishi kerak. Chunki mana bu nima, именно mana shu 30 ga 40 ni
Tasavvur qiling, 30 ta agar bir vaqtda o'zi chiqaradigan qilsa, u juda katta. Gita 5 metrga 5 metr kvadrat, 5 metrga 5 metrlik obyomga uni ishlatish ham noqulay, unga loy to'ldirish ham noqulay. Shuning uchun maksimum 30 40liklarni 12 tagacha qilib beramiz. Mana bunaqa 40 ga 20 liklarni 20 tagacha qilib beramiz maksimum. Shunaqa YouTube, Instagram, Telegram kanalimiz nomi Metal Master Jasur. Nomerimiz 97 141 89 99. Kimga shunaqa stanoklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor, kelishgan holda. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, boshqa shu davlat, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo davlatlariga ham chiqarib beramiz. Mana shu stanoklarni hozir aytib o'tganimdek, 3 tasi Xo'jandga, Xatlon vodiysiga, Rashid vodiysiga jo'natib yuboriladi. Qo'shni Tojikiston davlatidan ham buyurtma bo'lgan. 3 tasi jo'natib yuboriladi. Shunaqa kimga mana shunaqa apparat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' salomat bo'linglar.